Assalomu alaykum, hurmatli LG Promotor kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda LG 509 model bo'ladi. Bu ko'rib turgan xolodilniklarimiz bo'yi 2-3 cm, eni bo'ladigan bo'lsa 60 cm bo'ladi. Bu ko'rib turgan xolodilnikimiz morozilnik pastda varianti, xolodilnik yuqorida varianti bo'ladi. Bu morozilnikimiz 110 litr oladi, xolodilnikning o'zi esa 277 litr oladi. Общий hisobda 387 litr объемli katta xolodilniki bo'ladi. Bu xolodilnikimizni bir qancha afzalliklari bor. Birinchisi, bularning ovozi 35 desibel etib tushirilgan, ya'ni bu ishlab turganini sezmaysiz daji. Keyingi afzalliklarning yana birisi, Sync programmasi orqali siz xolodilnikni o'chirib yoqish, tez buzlatish yoki bo'lmasa tokni haftalik, oylik, yillik sarfini ko'rib turish, keyin Kaizen Fresh sistemasi, ya'ni filtrni o'chirib yoqish xizmatlari mavjud bo'ladi. Bularni sovutish sistemasi Smart Inverter kompressor bo'ladi. 10 yillik garantiyasi bor. Bu oddiy kompressordan farqi, Smart Inverter kompressorda ishqalash nuqtasi 4 bo'ladi. Oddiy kompressorda esa ishqalash nuqtasi 5 bo'lganligi uchun bu xolodilnikimiz yillik tok sarfi ham shunga yarasha kamroq bo'ladi. Buni ichida yana qo'shimcha ma'lumotlari bor. Ustunliklarni hozir sizlar bir qator yana tushuntirib berib o'tamiz, xudo xolasa. Bu ko'rib turgan xolodilnikimizda orqa tarafi Metal Fresh sistemasi bilan jihozlangan, ya'ni agarda svetimiz o'chib qoladigan taqdirda 10 soatdan 18 soatgacha ichindagi sovuqlikni ushlab turib biladi. Bundan tashqari bularning ichida Kaizen Fresh degan sistemasi bor. Bu Kaizen Fresh 5 qavatli filtr sistemasi bo'lib, ichindagi hidlarni bir-birine urib qolmasligini ta'minlab beradigan filtr sistemasi bo'ladi. Bundan keyin bularning polkalari raskladnoy polka deb aytiladi. Ya'ni raskladnoy polkasi bunda kattaroq gabaritdagi idish yoki bo'lmasa bir narsa qo'yacak bo'lsa, kastrulmi, shunda bemalol dapaga diklanadi. Ya'ni bizda 28 santimetrli maydon hosil bo'ladi. Keng gabaritli. Mahsulotni olgandan keyin yana joyini qaytarib oddiy foydalansangiz bo'ladi. Bularning polkalari ko'ydirilgan zakolyonniy deb aytiladi, ya'ni 150 kilogacha ko'tarib berib biladi. Bularning kompressor sistemasida qo'shimcha afzalliklar bor, ya'ni bularda multi air flow degan texnologiyadan foydalanilgan. Bu degani har bir polkada bir xil gradusni ta'minlab beradigan funksiya, ya'ni multi air flow degan funksiya. Keyin yana boshqa brendlardan afzallik taraflaridan birisi bularda liner cooling texnologiyasi borligi. Bu nechun kerak? Boshqa brendlarda içinde bilsangizda datchik bo'ladi, ya'ni sezuvchanlik termostat dedik. Termostati boshqa brendlarda 0.72 yoki bo'lmasa 1 gradusda sezuvchanlik ishlaydi. Bu LG xolodilniklarida esa shu 0.5 gradusga tushirilgan. Bu degani, masalan 5 gradusga qo'ygan taqdiringizda 4.5 ga tushganda avtomatik ishlaydi. Ichindagi mahsulotni buzilmasligini yordam beradi. Ham bu ko'rib turgan xolodilniklarimiz hammasi LG'lar. Smart Inverter kompressor dedik-ku, bularda xolastoy rejim bo'ladi. Ya'ni o'zi tok ko'pincha o'chib yonganda ko'p sarf bo'ladi. Lekin bu LG'larda esa xolastoy rejimi o'tadi. Ya'ni 5 gradusga qo'yganda xolastoy rejimi o'tib, keyin 4.5 ga tushganda yana ishlab ketishning oqibatida katta tok sarf bo'lmaydi. Boshqa brendlarda esa on rejimida ishlaydi, ya'ni ishlab o'chib turadi. Shuning evazida tok sarfi boshqa brendlarda ko'proq bo'ladi. Keyin yana qo'shimcha ma'lumotlardan birisi bunda Dur Cooling Plus. Morozilnik pastdagi variantlarda dapada Dur Cooling Plus sistemasi, morozilniki yuqorida variantlarning yonbosh tarafida bo'ladi. Bu nechun kerak? Ko'pincha eshikni ochib beklagan vaqtimizda eshikka issiq havo himnal qoladi. Shunda izbeda ko'pincha tuxum, mayonez, tez buziladigan narsalarni qo'yiladi ko'pincha. Shular buzilib qolmasligi uchun yopganda srazi sovuq havo berib, ichindagi gradusni bir xil etadi. Bu Dur Cooling Plus'ning yana bir afzalligi, boshqa bir brendlarga nisbatan 32% gacha tezroq sovutib berib biladi. Bundan tashqari bularda
bölmeler bo'ladi. Addenli, masalan, bu yerda fresh balancer bölmemiz bo'lib, bunda moist balance crisprsdan texnologiya bor. Ya'ni ichine sabzavot yoki meva qo'ysangiz, içinde chiqqan namlikni o'zini yana qaytarib berib biladigan texnologiyasi bor. Shu texnologiyaning nomi moist balance crisprs deb aytiladi. Keyin bu fresh conveyor bo'lmamizda esa kundalik ishlatadigan narsalarimiz, masalan, sabzavotmi, baliqmi yoki go'shtmi mahsulotlarni qo'yadigan bo'lsak, har bir mahsulotimizga yarasha gradus tanlash imkonini beradi. Ya'ni sabzavot qo'yaman desangiz, sabzavotda +3 gradusda tanlash imkoni bosda, agar yo'q men baliq mahsuloti qo'yacakman desangiz, sursangiz, baliq mahsuloti 0 gradusda bo'ladi. Yo'q, men go'sht qo'yaman desangiz, go'sht -2 gradusda, ya'ni optimal saqlanadi. Plusda tursa, go'sht buzilib qolishi mumkin, minusda razmorozka bo'lib qoladi. Ya'ni ki razmorozka ketishida do'rga donib qolgandan keyin oshini oldini olish maqsadida shu narsalar o'ylab topilgan. Hozircha bizda barcha ma'lumotlar shu. Agarda sizga qaysidir yana ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni televizormi yo xolodilnik yana bir qaysidir boshqa bir modeli haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldirsangizlar, qo'ldan kelgancha iloji boricha ko'proq obzorlar etib, tushuntirib berishga harakat etamiz. Sizlardan bizara bir yordam, bizara like, kommentariya qoldirib, obuna bo'lib qo'ysangizlar, xursand bo'lamiz. Hammangizga rahmat.